Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biznesga kirish fanidan birinchi ma'ruzamizni boshlaymiz. Demak, birinchi ma'ruzamizda nomi biznes tushunchasi va uning mohiyati. Bugungi mavzumizni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Birinchi rejamiz biznesning ta'rifi va asosiy belgilari. Ikkinchi reja biznesning iqtisodiy tizimdagi roli. Uchinchi reja biznes va tadbirkorlik farqi. Va to'rtinchi reja biznes faoliyatining asosiy maqsadlari. Ushbu mavzuni yoritishdan oldin dastlab biznes tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Albatta, biznes tushunchasi foyda olish maqsadida mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish yoki savdo faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Ya'ni biznes faoliyatining iqtisodiy, ijtimoiy va tashkiliy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Biznes faoliyati ijtimoiy, iqtisodiy va tashkiliy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Mavzumiz davomida biznes faoliyatining iqtisodiy, ijtimoiy va tashkiliy jarayonlariga ham to'xtalib o'tamiz. Biznesga ta'rif, ya'ni biznes tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, biznes bu mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yoki savdo faoliyatini tashkil etish va yuritish jarayoni deb ta'rif berishimiz mumkin bo'ladi. Tadbirkorlik tashabbusi risk va innovatsiyalar asosida amalga oshiriladi. Biznesning asosiy belgilari. Albatta, birinchi navbatda biznes maqsadga yo'naltirilganlik, biznesda birinchi navbatda maqsad va foyda va barqarorlikka ega bo'lishlik. Keyingi belgilari tadbirkorlik tashabbusi, ya'ni yangi g'oyalar va yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lishi kerak. Keyingi navbatda resurslardan samarali foydalanish, inson resurslari, moliyaviy resurslar, moddiy va axborot resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Va albatta, keyingi belgilari raqobat muhitida faoliyat ko'rsatish, ya'ni bozorda kurashish. Riskning mavjudligi va yo'qotish ehtimolliklari mavjud. Albatta, innovatsionlik, yangi texnologiyalarni qo'llashga qaratilgan bo'lishligi, ijtimoiy ahamiyati, ya'ni ehtiyojlarni qondirish, yangi ish o'rinlarini yaratishiga qaratilgan bo'lishi kerak. Biznesning iqtisodiy tizimdagi roli. Biznesning iqtisodiy tizimdagi roli bu ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, yangi ish o'rinlarini yaratish, foyda olishga qaratilgan, innovatsiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan, soliqlar orqali byudjetni to'ldirishga yo'naltirilgan, albatta ijtimoiy barqarorlikka va raqobat muhitini shakllantirishga qaratilgan yo'nalishlari bu biznes faoliyatining iqtisodiy tizimdagi rolini belgilab beradi. Biznes va tadbirkorlik tushunchalarining farqiga keladigan bo'lsak, biznes bu kengroq tushuncha, ya'ni barcha iqtisodiy faoliyatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Tadbirkorlik yangilik yaratish, risk va innovatsiyalarga asoslangan bo'ladi. Biznes foyda va barqarorlikka yo'naltirilgan bo'lsa, tadbirkorlik yuqori risk va innovatsiyalar bilan bog'liq masalalarni o'z ichiga oladi. Biznes faoliyatining asosiy maqsadlari. Albatta, biznes faoliyatini amalga oshirishdan asosiy maqsad bu foyda olishga qaratilgan bo'ladi, ya'ni foyda olishga yo'naltirilgan. Ikkinchidan, iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishga, bozorni rivojlantirishga, innovatsiyalarni joriy qilish, albatta, yangi ish o'rinlarini yaratish, kapitalni jamg'arish va investitsiya qilish, ijtimoiy mas'uliyatni bajarish va uzoq muddatli rejalar asosida amalga faoliyatni olib borish. Demak, biznes faoliyatining asosiy maqsadlari mana shunday, ya'ni foyda olishga, iste'molchi ehtiyojlarini qondirishga, bozorni rivojlantirish, innovatsiyalarni joriy qilish, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan faoliyat bo'lishligi kerak bo'ladi. Tadbirkorlik tushunchasini dastlab, albatta, tadbirkorlik tushunchasi iqtisodiy olimlar tomonidan doimiy ravishda o'rganib boriladi. Shu bilan birga birinchi navbatda 17-asr va 18-asr boshlarida ingliz iqtisodchisi Richard Cantillonda ko'rishimiz mumkin. Demak, uning fikricha, tadbirkor tavakkalchilik sharoitida faoliyat ko'rsatuvchi kishi, ya'ni shaxs. Shu boisdan u yer va mehnat omilini iqtisodiy farovonlikni belgilab beruvchi boylik manbai deb bilgan.
Demak, tadbirkorlik yoki biznes faoliyatini amalga oshirishning eng asosiy omillaridan biri bu yer va mehnat omili deb bilgan Richard Cantillon. Keyinchalik 18-asrning oxiri 19-asrning boshlarida mashhur fransuz iqtisodchisi Sey tomonidan Siyosiy iqtisod risolasi kitobida tadbirkorlik faoliyatini ishlab chiqarishning 3 mumtoz omillari, ya'ni yer, kapital va mehnatning yaxlitligi deb ta'rif berilgan edi. Ya'ni 3-omilni qo'shdi bu yerda yer, kapital va mehnat omillarini o'rgangan. Keyinchalik amerikalik iqtisodchi Clark tomonidan Seyning uchlik formulasi hozirgi formulasiga biroz o'zgartirish kiritdi. Ya'ni uning fikricha ishlab chiqarishda doimo 4 omil, ya'ni tadbirkorlik va biznes faoliyatini olib borishda 4 omil asosan ishtirok etishligi. Bu kapital, ishlab chiqarish vositalari va yer, tadbirkorlik faoliyati va ishchilarning mehnati, ya'ni mehnat omilini hisobga olgan. Demak, bu yerda Seyning uchlik formulasiga biroz o'zgartirish kiritib, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirgan, tadbirkorlik faoliyatini omil sifatida qo'shimcha kiritgan. Demak, biznes faoliyatini amalga oshirish uchun, biznes bo'lishligi uchun birinchi navbatda kerak bo'ladigan bizga omillar kapital, ishlab chiqarish vositalari, yer, ishchilarning mehnati va albatta tadbirkorlik faoliyati omillarini hisobga olishimiz mumkin bo'ladi. Mulkchilik subyektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilib va mulkiy javobgarligi asosida amaldagi qonunlar doirasida tashabbus bilan iqtisodiy faoliyat ko'rsatishlari. Biznes bo'lsa inglizcha so'z bo'lib, bu tadbirkorlik faoliyati yoki boshqacha so'z bilan aytganda kishilarni foyda olishga qaratilgan tadbirkorlik faoliyatidir degan ta'rifni berishimiz mumkin bo'ladi. Biznesmen, ya'ni shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslarni biznesmen so'zi esa birinchi marotaba Angliya iqtisodiyotida 15-18-asrda paydo bo'lib, u mulk egasi degan ma'noni bildirgan. Jumladan Adam Smit tadbirkorni mulk egasi sifatida ta'riflab, uni foyda olish uchun qandaydir tijorat g'oyasini amalga oshirish maqsadida iqtisodiy tavakkalchilikka boradigan kishilar deb ta'kidlaydi. Tadbirkorni o'z ishini rejalashtiradi, ishlab chiqarishni tashkil etadi, mahsulotni sotadi va olgan daromadiga o'zi xo'jayinlik qiladi. Biznes faoliyati bu avvalo ishlab chiqarishni tashkil etish, iqtisodiy faoliyat va munosabatlarda ko'rishimiz mumkin. Biznes bu korxonani tashkil qilish demakdir. Sanoat korxonasi, savdo do'koni, xizmat ko'rsatish korxonasi, auditorlik idorasi, advokat idoralari va banklar va hokazo korxonalarda misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Biznes bu yo'q narsadan pul qilish emas, balki murakkab ishlab chiqarishni yoki xizmat ko'rsatishni tashkil etish faoliyatidir. Tadbirkorlik bu doimo o'z ishining fidoyisi, bilimdonidir. Tadbirkorlik uchun o'qish kerak, nafaqat dastlabki paytlarda, balki tadbirkor bir umr o'qishni, izlanishni amalga oshirish kerak bo'ladi. Demak, bir umr o'qishda va izlanishda bo'lishlik talab etiladi. Biznes faoliyatining iqtisodiy sharoitlari tovarga bo'lgan talab va taklifning bo'lishligi, xaridor sotib olishi uchun zarur bo'lgan tovar turlarining mavjudligi, xaridor sotib olishi uchun kerak bo'lgan pul hajmining mavjudligi bu iqtisodiy tomonlarini bildiradi. Ijtimoiy sharoitlar esa xaridorlarning didi va modaga javob bera oladigan tovarlarni sotib olishga intilishi, ijtimoiy madaniy muhitga bog'liq bo'lgan axloqiy va diniy me'yorlari, ushbu me'yorlarning xaridorlarning turmush tarziga va u orqali tovarlarga bo'lgan talabga bevosita ta'siri, ijtimoiy sharoitning shaxsning o'z ishiga bo'lgan munosabatga ta'siri esa biznes faoliyatining ijtimoiy sharoitlarini belgilab beradi. Endi huquqiy sharoitlar esa tadbirkorlik faoliyatini tartibga keltiruvchi farmonlar, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun sharoit yaratib beruvchi qonunlar, korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni qisqa va oddiy bo'lishligi, soliq qonunchiligini takomillashtirish, O'zbekiston va chet el ishbilarmonlarining faoliyatini rivojlantirish, statistika shakli, hisob va hisobotlarni takomillashtirish
biznes faoliyatining huquqiy sharoitlarini belgilab beradi. Xulosa qilib aytganda, biznesning asosiy maqsadi foyda olish, jamiyat farovonligi, innovatsiyalar va barqaror taraqqiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lgan faoliyat deb xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat.